Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşılayırıq. Xitay hökuməti Hong Kongdakı namayişçilərni agahlandırdı. Amerika Xitayni pulun almashtırış qiymatini kontrol qilgan dövlət deb atadı. Şərq Türkistondakı Xitaylar qattiq təqibdən vəhiməyə düşkənligini bildirməkdə. Xitayga ətkəs qılınış ehtimali bo'lgan 2 milyon 800 ming dollarlıq altın qo'lga tushdi. Tövəndiklərlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Xitay hökuməti Hong Kongda davamlaşıyotgan namayişdə cinayət ötküzgənlərinin cəzağa tortilganligi to'g'risida ogohlantirdi. Xitayning Hong Kong va Makao ishlari ishxonasining bayonotchisi Yang Guang Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Hong Kongda jinoyatchilarni Xitoyga o'tkazib berishni osonlashtirgan qonun taklif loyihasiga qarshi 2 oydan buyon davomlashayotgan namoyishchilar to'g'risida to'xtalib, Xitoy hukumatining Hong Kongda qonunlik ustunlikni, alohida ma'mur rayon boshlig'i Carrie Lamni va Hong Kong soqchilarini qat'iy qo'llaydiganligini eskartdi. U namoyishchilarning yig'ilish, piyoda yurish va norozilik bildirishidan olqib ketganligini, oshqon zo'ravonliklarning ko'payganligini, qalaymiqanchiliklarda ba'zi radikallarning oldingi safga chiqqanligini ilgari surib, pərdə arqasidagilarning radikal zo'ravonlarning qo'llaganligini va tashkillaganligini, yetakchilik qilib oshkora yoki maxfiy holda iqtisod bilan ta'minlaganligini ta'kidlab, namoyishchilar bilan alohida rayon boshlig'ining xizmatidan istifa berishga majburlamaydiganligini alohida eskartib, Xitoy hukumatining Hong Kong hokimiyatini kuchli qo'llaganligini bildirdi. Hong Kong soqchilari namoyish portlagandan tortib bugungacha 600 dan ortiq kishining tutilganligini e'lon qildi. Namoyishlarda soqchilarning kishilarga 1000 dan ortiq yosh oqquzish bombasi va plastik o'q ishlatganligi qayd qilindi. Amerika hukumati Xitoyning rasmiy holda pulning almashtirish qiymatini kontrol qilgan davlatlar qatoriga kirgizdi. Bloomberg xabarlardan qaraganda Xitoy Markaziy bankisi Amerikaning Xitoy mollariga qo'yilgan bojni o'stirishga qarshi o'chilish maqsadida Xitoy pulining almashtirish qiymatini qasddan to'vanlatgan. Natijada Xitoy pulining dollarga alinish qiymati 2008 yildan buyongi eng to'van saviyaga tushgan. Amerika Moliya ministrligi bo'lsa Xitoyning pulining qiymatini qasddan o'zgartib, suiiste'mol qilayotganligini tanqidlagan va Xitoyni pulining almashtirish qiymatini kontrol qilgan davlat tizimligiga olgan. Xabarda aytilishicha, Trump hukumatining hozirgacha Xitoyga qarshi olayotgan savdo tadbirlari garchi allaqachon yuqoridagi tizimlik ilingan davlatlarga qarshi qo'llaniladigan tadbirlardan eshib ketgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning rasmiy holda pulning almashtirish qiymatini kontrol qilgan davlat deb atalishi Amerika va Xitoy orasidagi munosabatlarning zo'r darajada chekinayotganligining eng jonliq ifodasi bo'lib hisoblanadi ekan. Amerika prezidenti Donald Trump Twitter'dagi bu vaqtdagi inkosida Xitoy hukumatining bu harakatining xalqarodagi aloqador qonunlarga xilof ekanligi va uning oqibatida Xitoyning o'ziga ziyon elib kelganligini ta'kidladi. Yaqindan buyon xalqaro axborot vositalarida Xitoy ko'chmanlarining Sharq Turkistonning vaziyati haqidagi bayonlar ko'payishga boshladi. Xitoy hukumatining yuqori maosh, chekdan olqigan har xil farovonlik siyosatlarga aldanib, har qaysi o'lkalardan Sharq Turkistonga borgan Xitoy ko'chmanlarining borgancha chekdan ish berayotgan muqimlik tadbirlardan bezor bo'layotganligini, ularning shaxsiy hayotining nazorat va taqib ostida qolganligidan shikoyat qilgan. Xitoy fuqarolari hukumatning muqimlik siyosatiga qarata norozilik fikrini ifodalasa, shu hamon tutqun qilinadi ekan. Har qanday bir kishining yuz bergan jiddiy ahvollar yoki hukumatning muqimlik siyosatining eshib ketgan talablari haqida eg'iz echishiga ruxsat qilinmaydi ekan. Agar kimda-kim o'zir turishlik mahalliy komiteti yoki soqchixonadan bunday savollarni so'rasa, uningga beriladigan javob "Seningmi lagerga bog'ing bormi?" degandek tahdid va tanbih bo'ladi ekan. Lager qamalgan Xitoy fuqarolari har kuni necha soatlab siyosiy o'rganishga qatnashib, Xi Jinping ideyasini yodlash talab qilindi ekan. Oila a'zolari tutqun qilingan Xitoy fuqarolari 5 qo'shilgan bir nomadagi nazorat sistemasi ichiga kirgizilib, oila a'zolarining har qanday bir harakati kuzatish ishi turdi ekan. Oila a'zolari tutqun qilinganlar yana soqchilarga moslashib, muqimlik qo'g'dug'ichi fidoilar safiga qo'shiladi ekan. Sharq Turkistonda yurgizilayotgan turlashgan nazorat sistemasi va chekdan oshgan muqimlik tadbirlari Xitoy tijoratchilarining savdosiga og'ir ta'sir yetkazgan bo'lib, mayli hukumat xizmatidagi Xitoy ko'chmanlari bo'lsin yoki tijoratchilar bo'lsin, ularning o'ylaydigani Sharq Turkistondan tezroq ketib, mutlaq kontrollikdan qutulish ekan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirish siyosati Xitoydagi bir qism Xitoy ziyolilarining tanqidiga uchirmoqda. Beijingdagi Xitoy yozuvchisi Wang Linsheng yaqinda maxsus maqola e'lon qilib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan bu xil chekdan oshgan taqib siyosatining kelgusida olib keladigan yomon oqibatlaridan ogohlantirib, hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan xitoylashtirish siyosatini milliy assimilyatsiya, madaniyat qirg'inchiligi deb atab, Uyg'urlarni o'z milliy kimligi, diniy e'tiqodi va yerlik madaniyatidan voz kechishga majburlashi aksiy unum berdi. Ya'ni Uyg'urlarning Xitoy hukumatiga emas, balki butkul Xitoylarga bo'lgan dushmanlik kayfiyatini oshirdi. Bu oqibatda yana Uyg'urlarning Xitoy territoriyasidan ayrilib chiqib, mustaqillik uchun kurash qiladigan irodasini kuchaytirdi deb ogohlantirgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elshad Hasan apandining bildirishicha, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirish siyosatiga norozilik bildirayotgan bir qism Xitoylar o'tirib chiqayotgan bo'lsa-mu, lekin bu xildagi kayfiyatdagi Xitoylar yanada osonlikni tashkil qiladiganligini
Texmi ko'p Xitoy fuqarolarining insonlik nuqtasidan chiqib, Xitoy hukumatining Uyg'ur qatorliq yerli xalqlarga yurgizayotgan chekdan oshgan bostirish siyosatiga qarshi turish kerakligini ta'kidlagan. Kamerunning eng chong so'l shahri Douala xalqaro aerodromida 2 million 800 ming dollarlik atkas oltin qo'lga tushirildi. Bilchi sayli to'rining xabar qilishicha, tamojna ma'murlari Efiopiya havo yo'llari shirkatiga tabe bir aeroplanda yo'lovchilarga tarqatilgan adyalning ichiga oltin yushirilganligini bayqagan. Tamojna ma'murlari tekshirish natijasida qimmati 2 million 800 ming dollarlik 60 kilogramm oltinni qo'lga tushirgan. Omonlikni saqlash tarmoqlarining oltinning Xitoy va Dubayga yo'llash uchun aerodromga ilib kelinganligini bildirib, u atkas oltinning Kamerun tarixida birli qatimda qo'lga tushirilgan eng ko'p miqdorlik atkas oltin ekanligi eskartildi. Kamerunning Atlas dengizi sohiliga joylashgan eng chong savdo shahri Douala va uning yaqin Limbi shahri nefit, alyomin va olmosdan boshqa yana ko'p miqdorda oltin zapasining borligi bilan taniladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.